Assalomu alaykum. Zohirdo'nuz kanalining qadrli obunachilari, qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugun 23-mart haftaning yakshanba kuni Namangan avtomobil bozoridan puli arzon, puli qulay pul to'parlarni sizlar uchun obzor qilganmiz. Diqqat bilan o'tkazilmasdan, e'tibor bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. Manfaatli videorolik bo'lgan, reklama xizmatimiz tomondagi nomerlar, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 12 viloyatda sizni texnikangizni ko'rishi mumkin. Butun dunyo ko'radi o'rtoqlar. Musofirda yurganlar siznikidagi texnika izlab yurgan bo'lsa, musofirdan turib sotib olishlari mumkin. Sotilish imkoniyati yuqori o'rtoqlar. Menimcha 90-99% sotilishi imkoniyati aniq o'rtoqlar. Texnikalaringizni reklama xizmatimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Faqat Telegramdan, WhatsAppdan yozishlaringiz mumkin. Reklama xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Tadbirkor bo'lsangiz o'z bizneslaringizni rivojlantirishlaringiz mumkin. Kanalimiz orqali nimadir olib, nimadir sotsangiz biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videorolikni diqqat bilan o'tkazilmasdan ko'rishlaringizni tavsiya qilarim, chunki juda manfaatli videorolik bo'lgan. Qanday boshladik. Qani bismillah o'rtoqlar, mana narsaga qaranglar. Kia Bongoga nimalar qilib tashashdi. Aka, mana shu yerdan to'g'rilaydimi buni? Bitta ma'lumot beringchi, qaysi knopka? Klemmasi bor. Uzib qo'ysangiz ishlamaydi bu. Klemmani ulaysiz, ko'taradi, tushiradi. Gap, o'zingiz qildingizmi buni? Bitta ustaga qilib berganlar. Chiroyli chiqibdi. Yili necha aka endi buni? 13-yil Bongoni samosval qilishdi. Qoyil. Lekin samosvalga bo'lmagan dokumenti. Bilinmaydi. Bo'ldi. Hop, kraska bormi aka? Kraska bo'lsa kerak, maydachida. Maydachida. Yurgani? 480 ga yaqin. 480 ga yaqin. O'rtoqlar, ko'ringlar, texnologiyasini gap yo'q. Nima? Ramalar butun aka, xudo xolasa. Gazi bu nechta 111 ta? 100 tadan 200 ta? 200 ta. Gap yo'q. Mana o'zi olinar ekan aka? Olinadi o'rtoqlar, chuqurgina, zo'r bo'pti. Gap yo'q o'rtoqlar. Balon orqa balonlari zo'r ekan mana. Nech pul deyapsiz aka? 15 ming. 15 ming kelishtirib beriladi. Nech pul sotmayapsiz? Sotvoramiz durustmi? Sotvoramiz? Ha. Agar mabodo telefon raqamingizni berib qo'ying, agar nima bo'lsa aloqaga chiqishadi. O'zi qildiradiganlarga nomerni berib qo'yaman, u sotib ketadi bu. Ha, bo'ldi aka. O'rtoqlar, ko'ringlar. Mana shunday qilib Bongoni qilsa ham bo'lar ekan. Mana silindr traktornikimi, nimaniki moslangan? Traktordiki, pritseptik. Zo'r ekan. Hozir klient ham ko'rib turishibdi, o'shanga sotilib ketadi deyaptilar. O'rtoqlar, mana shu 13 ming qanchaga ketibdi? 13 ming, salkam 14 mingga ozgina degan sot baraka bo'libdi o'rtoqlar. Mana samosval Bongoni. 13-yil barakasini bersin mana. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu yerda Kia Carnival bor ekan. O'zingiznikimi yo tirikchilikmi aka? Dehqonlardan, ha? Qayerdan keldingiz aka siz bo'lmasa? Andijondan. Buloq, ha? Haqlavotdan. Ha, yaxshi. Kraska qanaqa aka? Kraskasi butiladi. Bu atak pulni kraskasi yo'q. Bunaqa strashniy urilgan, DTP bo'lgan mashina emas, ha? Ko'ringlarchi, bu mexanikasimi, avtomatmi aka? Avtomat. Ha, bu Kialar lyuks bo'ladi-da o'rtoqlar. Mana oynak legirovkalar mana bu yoqda, Bakoydiki. Oynalar elektronli mana. Salonlar ko'rib tursizlar. 349.980 shu halol o'ziniki. O'ziniki mana ko'ringlarchi. Oba. Salonlari 1 2 orqada 2 ta, 3 ta kapitanskiy sidena, 3 4 ta, 5 6 ta, 7 kishi. Mana qarang, B minovrasi B kategoriya. B kategoriya. Mana o'si elektronli emas ekan. Sam elektronli? Elektronli desa. Yo'q dedingiz-ku? Ha, bu ishlamaydi, ha? Yaxshi. Xo'p, nima bu yonilg'i salarkami aka? Rasxod qanaqa? 8 tadan 10 tagacha. Yaxshi. Bardovoy rangda Kia Carnival olaman deganlarga bitta ochingchi kapotda. Xo'p. Motorlar rasxod yo'q deyapsiz-a? O'zini zavodskiy motorimi shu?
Qancha ot kuchi bo'larkan? Sanarkan bu baquvvat bo'ladi. 2.9 ob'yom. Ot kuchi kuchli bo'ladi. Bu salarkalar uncha mashinani yetkazmaydi. Xo'p. Aka endi bir o'zingizniki bo'lsa dehqonchasiga narxni ayting, sotilib ketsin xudo xolasa. 7,5 ming deyapman, u kelishtirib beraman. 7,5 ming kami bor. Sotmagan narxingiz bormi aka? Hozir shu opoda kelyapti-da, uni ham anaqasi bor ekan. Xo'p. Shuni moshina purushlarga o'tkazib yuboribdi, Damas'ni. Shuni ustidan dedi 6700 beradi deb turibdi. Mana shu odam 6700 beradi aka, o'zingni qo'shing desam 6700 beradi deb turibdi. 6700 ga sotmay turibsiz. Qo'shganga ketdi telefon raqam. 94 hop. 050 49 43. 43. Ismingiz? Muzaffar. Muzaffar akadan murojaat qilinglar. Aka, bozoringizni bersin. Mabodo bir 4000 puli bo'lsa-chi, 3000, 4000 variant qilib berasizmi, qilib bermaysizmi? 1-2 oyga. 1-2 oyga bo'lsa qilib beriladi. Qilib beriladi. Bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, telefon raqam berasiz. Ha, aytdingiz-a, telefon raqam. Aka, bozoringizni bersin. Dokument muammo yo'q-a? Dokument muammo yo'q. Davernis ham bo'laydi. Xo'p. Xo'p, o'rtoqlar, Lifan. Shunaqamidi bu? Ha, egalari qaniylar? Aka. Sizdanmi aka bu Lifan? Yili necha buni? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Siz 2015-yil Lifan. Endi aka, chaqa-chuqalari bor ekan-a, kuzovda. Kraska qilsangiz urilgan deb o'ylaydi. Ha. Yaxshi. Nima holat aka? Qanaqa, nima kamchiligi bor bu mashinada? Yurib turgan. Hali endi kunisiga shu hali ishlatilgani yo'q, montaj qilingani yo'q. Refrigeratorimi? Ha. Aha, bir ko'rib olarkan to'g'ri-mi? Ha. Oynali elektron ishlaydi. Ha, ishlaydi. Nechi bu aka bu? Bu 250 ga 1.40, 1.35. Xo'p, 250 uzunligi, 1.40 yeni, 1.35 balandligi. Manasi ham pishiq bo'lgan ekan. Bu zavodskiy mi qildirgansizlar, to'g'rimi? Zavodskiy aka. Manasi apmasiya? Ha, Termizda Izotermizda. Yaxshi, morojniga ham tashiganingiz zo'r. Xo'p, tayyor bo'lsa, zapchastdan muammo emasmi aka bu? Mashina. Yo'q, hamma narsasi bor. Nechta bu gaz balon aka? Bitta 100 ta. Qancha yuradi shunga? Bitta to'ldirsak. 250. 250 yuradi. Ramalar butun aka. Dokument joyida. Bitta kelishtirib ayting, narxini sotilib ketsin. 6,5 ming ozgina o'tib beraman. 6,5 ming ozmoz kelishtirib beriladi. Qanchalar atrofda kelishamiz aka, xudo xolasa? Endi telefon qilishaversa, murosa qilamiz. Murosa qilamiz, o'rtoqlar. Ajdaniya yo'q, barter bor. Barter bor. Barter bor, devo. Aka, bo'lgan ishni bo'lgan yaxshi. Shishtir 5 ga ketadimi, ketmaydi? Qo'shadimi? Ha. Barter bor, telefon raqam bering. 97 97 ha? 680 680 49 49 50. 50. Ismingiz? Komiljon. Komiljon akadan murojaat qilinglar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Oladimi Nurada, xudo xolasa? Moni ham tashab ketdi. Xo'p, mana shuni ham bir qo'yib ketaylik. Chevrolet Hayfe menda aka bu. Brend emblemi yoritilar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'zingiznikimi? O'zimniki. Tirikchilikmi aka? Aytavering. O'zingizniki. Qulaydanmi xudo xolasa? 4,5 ming. 4,5 ming. Bu kesilganmi aka? Ha. Qayta jihozlar bor. Yaxshi. Tent bor. Board tent, ha? Nima kamchilik aka endi bu? Kamchiligi yo'q, faqat minish kerak. Xo'p, o'rtoqlar, konteyner listidan bo'lib taglar, ha? Mabodo setkasi yo'qmi tepasida? Yo'q. Necha qilingan o'zi bu? Metri aniq esimda yo'q. Ramalar yaxshimi aka? Ramalar butun. Trishina, svarka, Hech chiqadi. motor-patorda nima ishi bor aka? Motor qilingan apkatkadan chiqadi. Apketkadan chiqarilgan. Temirga oid. Nechtalik bu? 80 ta, 50 ta, 70 ta, 65 ta. Qancha yuramiz aka bunga? 4,5 ming kam bor deymiz. Yo'q. Bitta to'ldirsak qancha yuradi ekan? 260. 260. Bu nechta bir 39 40 ta mot kuchi? Shunaqa bo'ladimi? 38 ta 39. Ha. Xo'p. Aka bitta gapda, endi men syomka qilganimcha baland aytyapsiz, narx kelishtiraylik buni. Yo'q, buni endi
so'rashyapti. Buni arendaqasi yo'q. O'rtoqlar mana kelishtirib beriladi. 39 talik yuk bord tentigacha ham bo'lgan ekan. Mana yaxshi. 2007-yilgi kesib tayyorlangan ekan. Endi kelishiladi o'rtoqlar. 4,5 deb men qarang, ko'rdi pastda bitadi. Bo'lgan ishni bo'lgan yaxshi yo'q demang, aka. Bozorda ko'rdingizmi? Ya bozor ko'rdim. Yashang. Xo'p, O'zi qulay aytyapmiz. yo'q. Mabodo bir 2000 puli bo'lsa-chi. 1-2 oyga turib berasizmi variant? Mabodo naqd ali kelishadigan. Telefon raqam 94lik. 94lik 137 137 15 15 77. 77. Ismingiz nima aka? Abduvoq. Abduvohid aka, bozoringiz bersin. Xudo xolisa obunachim chiqsa chiroyli qilib bering aka. Unaqa deb turmang aka. Rahmat aka. Ha aka. Tak. Mana shu yerda bitta nima bor ekan, mana syomka qildim buni. Mana keraklicha, mana shu 3-4 ta kiyalar ham bor ekan. Voy aka, syomka qilib ketaylikmikin? Yili necha buni? 2010-yil bu Hyundai Porter aka. Kraska qanaqa? Kraska Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum akasiz. Kraska qanaqa dedingiz? Polni kraska. 363.649 bu mexanika. Mexanika ekan, mana salonlar yaxshi turibdi. Kraskasi polni bo'lgan deyaptilar. Gazi nechta bu? 100 tami aka bu? Ha? 2 ta, ha? 200 ta o'rtoqlar 100 tada. Aka bu o'zingizlarniki? Tirikchilik emas, ha? Dehqonlardan o'rtoqlar. Dehqonlar o'z mashaqlarga terilib qolishadi. Nech pul so'rayapsiz? 12 ming olgan. 12 ming kelishtirib beriladi, ha? Sotmagan narx bo'lyaptimi? Shtirga 11 yo'q bitar, ha? 70 qolsa-chi, bir 8-7 puli bo'lsa turib berasizlar 1-2 oyga? Yo'q, Naqdga telefon raqam bering-chi. 91 91lik 361 361 73 72 73 72 telefon qilib olsa, ismlari nima? Abror. Abrorbek. Bozoringlar bersin. Dokument ham yo'q joyida. O'rtoqlar endi biroz hijolat qilishdi. Shunga nima qilmadim. Men ham to'g'ri syomka qilib ketganimga necha hijolat qilishdi. Shunga yurib obzor qilmadim. Mana endi ko'rsataman-da mashinani. Ko'ringlar, sostenasi yaxshi ekan. Bozorda turibdi. 12 kam bor ekan. O, hormang dehqon. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmi? Qalay savdolar? Qachon bozoringiz bersin. Ash bo'lgani ham olaylik. Volgani olamiz aka, azmonlar tugatib olay. Aka, yili nechi buni? Ha? Kapalak bor. Assalomu alaykum. 2015. Kia Bongo 3 1.2 tonna deb yozib qo'yilgan. Ko'ringlarchi, holatimiz kraska qanaqa aka? Asli qiling. Kraska yurgani, mashina butuna. Yurgani 400 ming deyapsizmi? Shunaqa atrofda yurilgan ekan. Bu mexanika, xudo xolasa lyuks. Ishlaydi, hamma yo'q aka. Kuzov uzunligi bilmaysizmi? Zavodskiy necha metr? 3 metrga chiqqan 2.70 bilanmi? 3 oshiqqa. Lekin sostenasi yaxshi. O'zingiznikimi? Dehqonlardan, ha? Dehqonlardan o'rtoqlar. Hammasi mana emas, bu to'ydachi. Bizga o'rnaga qadamas kerak aka. O'rnaga qadamas kerak. Kichkina. Gazi YouTube'dan avto shahar kanali chiqadi. Xudo xolasa, aka bu 100 tadan 200 ta gaz shunaqami? Bu nech pul so'rayapsiz? 17 ming kelishtirib beriladi, ha? 15 pasti bitadi, xudo xolasa. Gaplashamiz. Mabodo bir 7-8-10 puli bo'lsa variant qilib berasizmi? Naqdga. Barter bormi? Telefon raqam bering-chi. 93lik, ha? Ichki nomer ko'ring mana. Xo'p, ha, yo'q, 90
99lik. Shu Abu Bakr nomerimi? 99lik 513 95 95. Abu Bakr deb murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib berasizlar aka. Ha, mana aka sizga bitta maslahatda mana o'zini ochib qo'ying. Kapalagini. Uzoqdan ko'rgan klientlar ham keladi aka. Klient chaqirishga ochib qo'ying. Yonini ikki tarafini ochib qo'ysangiz bozoringiz bersin aka. O'zingiz bilasiz endi. Maslahat ham berib ketganmiz yaxshi-da. Uzoqdan ko'rganlar oddiy ekan deydi-da, bunday ochib qo'ysa nima ekan deb qiziqib kelib olib ketishi ham hech gap emas-da. Xo'p. Kimdan sizlarda ham yili nechi buni? 14-yil. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Xo'p, kraska qanaqa buni? Kraskalar toza aka. Top-toza. Chiqasi ko'chkanga tegizilgan. O'zingiznikimi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Xo'p, butun mashina. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Qancha yurib qo'ydik? 420 ming. Halol, ha? 420 ming halol ekan o'rtoqlar. Bu refrigerator, ha? Bir ichini ko'rsatib bera olasizmi aka? Ha. Tavsiyanasi yaxshi mana ko'ringlarchi. Ha, chista turibdi ichlari ham, hamma yo'q, ishlaydi, soz holatda. Oladi, ishlataveradi. Mana endi yoz kelyapti, o'rtoqlar, hasa sezon o'ta bular, ha. Marojnami, o eshigi ketdi. Bekitib qo'ying, akrachka deysizmi? Meva, cheva. Nech pul deyapsiz buni? Puli 18 ming dollar deyapmiz, kelishtirib beramiz. Kelishtiring. Shtirga 15 ga ketamizmi? Yo'q, qo'shishadi. Qo'shishadimi? Yetmay qolsa-chi? Yetmay qolsa-chi 10 ming puli bor. Sizlar tirikchilik bo'lsa yo'l qo'yib berasizlar, to'g'rimi? Variantga kelishamiz. Barter bor-a? Barter bor. Bo'ldi. Deva mashinalar. Devoga barter bor. Telefon raqam beraverasiz. 93lik. 93 261 261 0404. 0404. Ismingiz? Anasxon. Anas xonim orasida. Hamma dokument joyida. Joyida. Motor muammo yo'q. Yo'q, umuman. Bozoringiz bersin. 13. Xo'p, yo'q deyapti, sotmasa kelajak. Hop, o'rtoqlar, menimcha ozgina, sozgina boricha syomka qildik. Video yoqqan bo'lsa like, podelitsiya, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Menimcha manfaatli video bo'ldi degan bittaman. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.